Assalomu alaykum. Mana bugun biz jamoa bilan yig'ildik va hozir qisqacha ma'lumotlar olamiz. Ya'ni Hamidulla aka Qirg'izistondan keldi, Rasuljon aka Namangandan va Ibrohimbek yog'im Namangandan keldi. Bular o'zlarining asosiy ishlari bor, qo'shimcha daromad sifatida Sunrise Trade multi robotini olib foydalanib, hozirgi kunda qanday natijalarga erishayotganligini haqida qisqacha ma'lumot berishadi. Hamidulla aka, Assalomu alaykum. aytib o'tsangiz. Men Qirg'iziston shahridan bo'laman o'zi. Yoshim 61 ga kirdim. Oldin savdogar bo'lganman, endi hozircha uyda dam olish bo'lib yuribdi. Shu robotga qiziqib qolib, bu ukamizni 2025-yili noyabr oyida YouTube orqali topib, Telegram orqali gaplashib, robotga ulanib ko'raychi deb boshlanishiga $500 depozit qilib boshladim. Shu kungacha mana hozir robot stabil daromad olib kelyapti. Bir 5-6-10% gacha bor, xudo xolasa, foydasi. Stabil. Bunaqa riski yo'q, boshqa yo'q. Endi biror robotlar bor, endi eshitib turamiz, ishlamadimi, silif qilib yuborganlari qancha eshitamiz-da ularchi. Bunda unaqa yo'q ekan bunda. Borini aytyapmiz, endi bu yerda unaqa haligi qo'shib gapirilayotgan yo'q, bir 10% daromad bor. Depozitga qarab turib, ko'proq qo'ysa yana yaxshi, bir $5-10 ming qo'ysa, $5,000 qo'ysa, $500 daromad kelib tursa, yomon pul emas-da. Bitta kvartirani olib ham $50 ming, $60 ming olib $500 bersa beradi, bermasa yo'q ashi ham. Uni ham remont bo'lib, boshqa bo'lib, haliga chiqib ketgandan keyin haligidan ishlasa ham qolmaydi. Undan ko'ra mana stabil daromad qilib ishlab tursa yaxshi-da. Shukrullo ukamiz mana shu robotni bizga tavsiya qilib, shundan foydalana olinglar deb turib, bizga ilinib nima qilyapti. Rahmat shunchalik. Alloh rozi bo'lsin. Ukalarimiz bilan ham mana bugun endi tanishdim, mana Toshkentga kelib. Ular ham shu robotni ishlashar ekan. Mana bular ham borini aytyapti. Bu yerda hech qanaqa qo'shib gapirilayotgan yo'q. Sizlar ham qiziqayotgan bo'lsanglar, bu trading manaqa ishlashni bilmagan odam uchun ham bo'laveradi bu. O'z Shukrullo ukamiz hamma o'zi kompyuteri bo'lsa, kompyuterni o'rnatib, hamma yo'g'ini qilib beradi shu. Ish jarayonigacha qilib, keyin versiyalari yangilanib turar ekan, 3-4 oyda bir ham. Ularni ham yangilab beryapti mana qali. Bor hali nimani ham yangilab turish kerak-ku, obnovit deganida bu. Ashlarni ham qilib, nima qilib qarab berib turibdi. Rahmat shunchalik mana hozir mana sharoit bor edi, qilib olish kerak ekanda mana. Bu sharoit ham hali bilan bo'lavermaydi. U bugun bor, ertaga boshqacha bo'lib ketishi ham mumkin-da bu. Shuning uchun qo'yinglar, ishlanglar, pul topinglar. Mana shu nimadan foydalanib olinglar. Hammalarga omad. Rahmat, Hamidulla aka. Endi qisqacha Rasuljon aka o'z haqida gapirib bersa, keyin Ibrohimbekdan olamiz va oxirida xudo xolasa hammamiz natijalar bilan ulashamiz. Real holatda gapda qolib ketmasin. Hammani misol uchun telefonda bemalol ko'rsa bo'ladi. Odamlar o'ylashi mumkin, faqat kompyuterga ulasa telefonda kuzatib bo'lmaydi yoki ko'rib bo'lmaydi deyish mumkin. Biz o'sha kompyuterda ishlayotgan narsani telefonga bemalol ulab, telefondan kuzatib yurishimiz mumkin. To'g'rimi? Mana shu natijalar bilan bemalol ulasha olamiz. To'g'rimi? Yoki ulasha olmaymizmi? U narsa bo'lsa, biz bemalol ko'rsata olamiz. Bo'lmasa aytishimiz mumkin, lekin haqiqatda ko'rsata olmasligimiz mumkin. To'g'rimi? O'shaning uchun biz hammasini raqamlarda, xudo xolasa, video oxirida ko'rsatamiz. Men ismim Rasuljon, Namangandan keldim. Shukrullo aka bilan bir necha yildan beri tanishmiz. 4-5 yildan beri tanishmiz. Endi nima desam bo'ladi? O'zim men tadbirkorlik bilan shug'ullanaman, boshqa sohada ishlayman, lekin shu robotni olib foydalanaman. Robotdan endi hozir mana yanvar oyidan beri yangi versiyasini qilib foydalanib kelyapmiz. Fevral oyidan beri ekan, 17-fevraldan beri foydalanib kelyapmiz. Yaxshi. Robotimiz 10%, 15% foyda beradi. Depozitga nisbatan chiroyli bo'lib kelyapti. Endi xatolari, kamchiliklari endi hozircha yo'q, bizga bilingani yo'q. Yaxshi, misol ishlatib foydasini olib ko'rib kelyapmiz. Misol tushunmagan joyimizni mana Shukrullo akadan maslahat so'raymiz. Olamiz kerakli maslahatni.
pulni yechib bering degan joyimizda yechib beradi. Boshqa shunaqa ishlatib kelyapmiz. Hozirgi kungacha mana yaxshi, nima deydi? Foydalanib kelyapmiz, juda chiroyli. Misol stabilniy, unaqa ko'p emas, oz emas. Normal, endi biz uchun juda ham zo'r natija bu. Ishlatib kelyapmiz. Tavsiya qilaman ishlatishlarini. Shu fuqarolarimiz ham foydalansin, natija ko'rsin. Misol bitta bilgan narsamiz endi shu bo'lsa, shuni misol mana ko'pchilik ichida ulashyapmiz. Foydalansin. Misol depozitga nisbatan foyda olib tursa yaxshi-da, yaxshi bo'ladi, o'zlariga ham yaxshi bo'ladi. Hali bir joylarga pullarni tikib, yo'q qilib, ko'pchilik nimalar bo'lyapti? Mana o'zimiz ham necha marta boshqa joylarda pullarni yo'qotib kelib, aylanib kelib, endi shayda sekin-sekin tiklanishga harakat qilyapmiz. Endi o'sha yo'qotgan pullarimizni tiklab olamiz deb ishlaymiz. Yaxshi, mana sekin-sekin endi qayta hamma narsa o'nglanar ekan, hamma narsa to'g'rilanar ekan deganda mana to'g'rilanyapti, sekin o'nglanyapti. Yaxshi, xudo xolasa zo'r. Tavsiya qilaman bemalol ishlatishlarini. Fuqarolarimiz foydalansin. Mana imkoniyatda bu bitta. Bir kishanga kelib pulingni bundoq qilib o'zingning nomingda turadi, o'zing foydalan, mana o'zing ko'paytir desa, bu boshqa narsa. Hali birobga berib yubormaysan pulingni, o'zing nomingda turadi. Yaxshi bir o'zing plastinga chiqadi. Hech kim aralashmaydi. Yaxshi tomonlari shu. Endi olib foydalangan zarar ko'rmaydi, foyda ko'radi. Shuni qilsin deyman-da. Boshqa nima gap? Rahmat. Qo'limizdagi yeri shu aytib qo'yamiz-da. Rahmat, zo'r. Shunday ma'lumotlar bilan ulashib tursak, xudo xolasa foydamiz tegadi degan umiddamiz. Ibrohimbek, qani o'zingiz haqida qisqacha aytib o'tsangiz, nima ish qilasiz va foyda keltiradigan natijalar bilan ulashsangiz. Namangan shahridaman. Shu ancha yildan buyon tadbirkorlik subyektlarida ish olib boramiz. Boshqaruvchilik. O'z aslida bu tradingga ancha oldin kirganmiz, lekin robot haqida unaqa yetarlicha tushunchaga ega bo'lmaganmiz. Sizni shu Rasuljon aka orqali taniganman. Tavsiya berganlar, shunaqa bir ukamiz bor, mana shunaqa ish bilan shug'ullanadi deb ancha Instagramda, YouTube'da, Telegram kanallarda kuzatdim. O'sha nimalarga, kommentariyalarga yozdik, qanaqa ishlatayotganlar bormi, qanaqa foydalanyapti. Keyin o'z bilan bog'landik. Ishlatib ko'ringlar dedingiz, mana ishlatyapmiz. Xudoga shukr, hammasi joyida, yaxshi, ko'z tegmasa, depozitga nisbatan o'sha bo'layotgandek 10%, 15% daromad olib kelyapti. 10%, 15% daromadni to'g'risi banklar ham bermaydi, shukrlarga. Bank endi bilasiz, qanaqa stil, qanaqa ko'pchilik bankka pul oldi qo'yishda bu narsaga ixlos qilmaydi. Men ko'pchilik bilan bu borasida bahslashdim. Misol uchun bankka qo'ysam menimcha olib keladi. Ular aytayotgan foiz 14%, 15% bu yiliga olib keladigan summa. Bu oyiga keltirib turayotgan daromad. Bankka qo'yayotgan summasini, misol teng summani hisoblaydigan bo'lsak, bankda topayotgan 1 yillik summasini biz robot to'g'risi 1 oyda xotirjam chiqarib beradi. Xotirjam o'ynab kulib desam bo'laveradi. Depozitlarimizni qilganmiz, birin-ketin qilganmiz. Foyda keltiryapti, maslahat beraman. Bu narsani kimga maslahat beraman? Katta yoshli uyda o'tirganlarga, misol uchun pensiyaga chiqqan deylik odamlarga, akamizga o'xshab uyda o'tirgan odamlarga yoki bu sohani endi o'rganayotgan odamlarga yoki o'rganmoqchi bo'lgan bolalarga maslahat beraman. Buni yana maslahat beradigan joyim ayol kishilarga juda yaxshi deb o'ylayman aka. Chunki ko'p joylarda omma ichida ishlamaydi, boshqa qilmaydi. Uyda o'tirgan holatda ham yaxshigina pul topsa bo'ladi. Bosh og'riqsiz, boshqasi risksiz. Ko'pchilik aytishi mumkin 10% ozgina deb, lekin tanganing ikkinchi tomonini ko'rish kerak. Xo'p, biz u narsani boshqa robot yasovchilarga o'xshab garantiya berish mumkin yoki qo'yib berish mumkin. Xo'p, 50% olasan, 80% daromad qilasan deb, lekin u yog'idagi riskavati ham shunga bog'liq bo'ladi-da. 10%lik bu kam bo'lishi mumkin, lekin risksiz bu yaxshi-da. Xavotirsiz pulim nima bo'lyapti ekan, qo'yapti ekan deb xavotir olmaysiz. 10% bo'lsa ham, oz topsa ham yaxshi, hech qanaqa xavotirsiz bo'ladi. Pulingiz o'z yoningizda, o'zingiz xohlaganingizda ko'rib tura olasiz, boshqa qila olasiz. Yesangiz o'zingiz plastikingizga tushadi. Hech qanaqa birov plastikiga tushib, buni sizga tashlab berib, shu holatlar bo'lmaydi. Bizga robotni shu tomonlari qulay, stabil olib kelib turadi. Boshqa ish bilan mana shug'ullanamiz. U ish bilan doimiy kunlik vaqtimiz bo'ladi, bo'lmaydi.
robotga kunora qarasak qaraymiz, yo'qsa esimizdan ham chiqib qoladi даже. Pul yechadigan mahallada yechorishga qaraymiz xolos. Zo'r. Kerak bizga. Zo'r. Maslahatim shu. Rahmat ma'lumotlar uchun. Endi biz o'sha gaplarimizni isboti uchun hamma o'sha telefonlarda hisoblarni ochib bir ko'rsatsak, odamlarda mana shu necha oydan beri qanaqa foyda keltiryapti, foydada bo'lsa foyda, zararda bo'lsa zarar. Real natijalar bilan ko'rsatsak, xudo xolasa juda zo'r bo'ladi deb o'ylayman. Hop. Bu biz depozitimiz. Hozirgi kunda общий balansimiz salkam $7,000 ga bordi. Depozitimiz 5152, bundan $1937 foyda. Pul ham yechganmiz. Shunaqa kam risk qiladi, kam risk topadi. Xavotirsiz, bu minus qilganlar hech qanaqa xavotirsiz narsalar, bularning hammasini shu plyuslar bilan qoplab ketgan. Bir kunda hech qachon, misol uchun, menda minus topgan holatlar bo'lmadi. Shu boshlaganimdan beri ishlatayotgan natijalarim shunaqa ketyapti. 20 noyabrda yo'qolgan. $500 boshi depozit bo'lgan boshda. Keyin yana $1000 depozit olib, sinyata ham bo'lgan keyin. $1000. Keyin yana yaqinda $1000 soldim. Mana pribul $394 bo'lyapti shu kungacha. 9 oy bo'ldimi? Orada 2 oy, 3 oy robot o'chib qo'ygan bilan qolgan, prosta bo'lib qoldi, turib qoldi. U ham yoqib turganda hozir bundan ham ko'p bo'ladi aslida. O'chib qo'ygan bilan qolganlar. Istoriyasi 20 ming quyilgan yanvar oyi bu yoqda daromadlar O'chmayaptimi sizga? Nasıl kredi istoriyasi? Oxirgi oyda ko'rsatamiz foydasini. Hozirgi kunda oxirgi oyda ishlagan daromad. $20,000 hisobda 2151 bu 10% dan ozroq oshiqroq degani. Siz bugun shanba, mana bozor to'xtab turgan holatda, mana bu yerda oshib ko'rsatasiz. hop svicha shaklida ko'rinishi, mana prosatkasi, mana hozirgi mana oxirgi haftada $68, oxirgi oyda $745 mana. Oxirgi 3 oyda $1459 foyda bilan yakunlagan. Chiroyli ishlab kelyapti. Mana suhbatlarimizni isboti ham videoga olindi. Hammamiz real natijalar bilan ulashdik. Kimga qiziq bo'lsa, robotdan foydalanib daromad qilishni bemalol murojaat qilsa, men hammasini noldan daromad keltiradigan jarayongacha ulab ishga tushirib beraman. Rahmat. Endi biza tomondan, ya'ni imенно men tomonidan mehmonlarimiz uchun esdalik sovg'alarimiz bor. O'sha esdalik sovg'alarni taqdim qilsak. Tabriklaymiz. Bu anlarni kiyib bemalol Instaforex futbolkalari, kepkalar bu sizga esdalik sovg'a. Qirg'izistonda bemalol kiyib maza qilib yurasiz. Rasuljon akaga tog'larga dam olishga boradi-yu. Kepkacha bilan futbolkachada yursa, issiq urmaydi deydi-ku. Shunaqa. Men ketayotganda Endi sovg'a berdim. bu bizani mobilografimiz mana shu kecha kunduz video rasm olib yurib, shu Instagramlarga o'sha videolar joylagani uchun bizlardan shu esdalik sovg'a. Hammaga katta rahmat kelganlari uchun.